Assalomu alaykum qadrdonlar, charchamaysiz, oqsonib yuribsizlarmi? Sizlarga zo'r yangiligim bor-da. Xo'p, ko'pchilik mana tem ishlamayapti, tem bunaqa, VPN bilan ishlatilyapti ham bunaqa dedinglar. Xo'p, mayli, sizlarga yana bitta zo'r shans qildik. Mana shu temada ko'rib turgan tovarlaring ana endi Temu Shopda azizlar. Mana ko'rib turganlaringdek Temu Shop gruppamizni ochdik. Bu nalichidagi tovarlarimiz Temu bilan bir xil holatda va bir xil narxda. Bexijolat kirib Temu Shopga a'zo bo'lib, nima kerak bo'lsa bexijolat topsanglar bo'laveradi. Mana ko'rib turganlaringdek mana shularning hammasi nalichida bor. Eng qizig'i Temu narxida. Daji Temudan ham arzon bo'lishi mumkin. Biz buni qanday qildik? Ya'ni o'sha Temu platformasiga olib kirayotgan kuryer kargo xizmatlari bilan, kargo anaqalar bilan, kompaniyalar bilan gaplashgan holatda biz shuni qo'lga kiritdik. Bizanikining yana qulaylik tarafi shundan iboratki, biznikida juda bo'lsa bir haftada yukingiz qo'lingizda bo'ladi. Inshaalloh. 3 kunlik tariflarimiz ham bor. Keladigan tariflarimiz ularga ozgina to'g'ri to'lov qilinadi. Mana azizlar, ko'p turganlaringdek Temu Shop. Temu Shop 5 mana yozib qo'yilgan. Kirib bemalol a'zo bo'lib, nima kerak bo'lsa bexijolat topsanglar bo'laveradi.